Mers Hadovoy nima degani akalar? Bugun shu haqida gaplashib o'tamiz. Xalqimizda noto'g'ri fikr ketib qolgan. Mers Hadovoy deb Mers amortizator so'rashadi. Bu noto'g'ri narsa akalar. Mers Hadovoyda Mers amortizator bo'lmaydi. Mers Hadovoy degani akalar, Hadovoy sistemaviy sun'iy bloklar nazarda tutiladi. Bu degani Richard sun'iy blok, Mers 221, Vito, Geliklar bo'lishi mumkin. Xo'p, undan tashqari Toyota ham bo'lishi mumkin. Uni ham Mers Hadovoy deyiladi bizning tilda, chunki ustalar hammasi Mers Hadovoydan boshlangan hisoblangani uchun predelkani Mers Hadovoy deyiladi akalar. Klavish sun'iy blok degani bor. Bu ham juda katta rezultat beradigan narsa hisoblanadi. Bizning Hadovoy chassisi akalar, и 4 ta usilli original amortizator. Xitoyga aldanmaydi akalar. Usilli restavratsiya qilingan amortizator olinglar, hammasi garantiyali qilib beriladi. Xudo xolasa juda zo'r chiqadi rezultat. Mers Hadovoy deganda akalar shu narsalar nazarga olinadi. Buni lekin bitta Richard sun'iy blok bilan bitta amortizator qilib qo'yish bunaqa katta rezultat bermaydi. Qilgan yarasha full qilish kerak. Ayamasdan turib hamma zapchastlarni ustunlik qilib, hamma Hadovoy boshqatdan qildirib turib, kerak emas zapchastlarni almashtirsangiz, rezultat juda zo'r seziladi. Mazza qilib haydaysizlar xudo xolasa. Shunga o'xshagan usulli Hadovoy xizmatlari bizda mavjud. Xudo xolasa hammanglarni kutib qolamiz.